Egizaklar ko'rmoqchimisiz? Unda ushbu tavsiyalar aynan siz uchun. Birinchi eng asosiy tavsiyamiz yoshingiz aniq 35 yoshdan yuqori bo'lishi shart va bu homiladorligingiz 2 yoki 3 bo'lishi lozim. Agar siz ko'p oqsilli mahsulotlar iste'mol qilsangiz, go'shtli, baliqli mahsulotlar iste'mol qilsangiz ham egizak bo'lishga moyillik ortadi. Ayniqsa ratsionda sut, sutli mahsulotlar, qatiq hamda yogurtlar bo'lishi kerak. Keyingi asosiy tavsiyamiz homiladorligingizni kalendarga asoslab rejalashtirishingiz. Siz ham shu kabi tavsiyalarga ishonib bekorga vaqtingizni hamda pulingizni sarflayapsizmi? Bu ko'rsatmalar hamda tavsiyalarning barchasi mif, insonlar tomonidan o'ylab topilgan aslida. Agar siz haqiqatdan ham egizaklar dunyoga keltirmoqchi bo'lsangiz, avvalambor irsiy omilga e'tiborni qaratishingiz lozim yoki ikkinchi usul bugungi kundagi eng zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va eng avvalo har doim takrorlayman, Allohdan so'rashni unutmang.